Salom hammaga. Biz demasam CSSda amaliyot qilamiz bugun. Xo'p, figma.com veb-saytiga kiramiz birinchi. Google'da ochib olamiz. Bu yerdan Figma deb yozamiz. Enter bosamiz. Keyin birinchi chiqqan veb-saytga ustiga bosamiz. Xo'p. Kelinglar mana shuni qilamiz. Hozirgi shu veb-saytni dizayn qilib ko'ramiz. JavaScript aralashmaydi. Sababi biz hali JavaScriptga yetib kelmadik. Shuning uchun shuni o'zini qilamiz. Buni topilmasligi mumkin. Community kiramizda bu yerdan. Xo'p. Landing page deb yozasizlar. Mahsulotdan chiqadi. Hop, pastroqqa tushib ko'ramiz. Mana topdim, mana shu. Mashinadan chiqadi landing page deb yozsalarning tomoniga kirib tepaga searchga keyin mana shu yerdan to ustiga kirasizlar, ustiga bosasizlar, keyin bu yerdan open Figma bosasizlar, ya'ni Figma ichida ochish. Keyin ochiladi. Hop, mana ochildi. Endi bu yerdan coverdan design o'tib olamiz bu yerdan. Hop, mana dizayner chiqdi endi. Buni qilmay qo'yamiz, bunisini qilamiz hozir. Hop. Demak, buni veb-saytning nomi ZBox ekan. Hop, terminalga kirib olamizda Windows R bilan cmd deb yozamiz. OK bosamiz. Keyin bu yerdan cd desktopga kirib oldik. Endi miqdor ZBox deb yozamiz. Mana endi papka paydo bo'ldi. Hop. cd qilamizda ZBox deb ichiga kirib olamiz. Mana shu papkani ichiga kirdik endi. Bu yerdan kod deyimizda juda shafqatli nuqta qilamiz. Hop, mana endi shu papkani ichida ochildi. Buni yopib turamiz. Hop. Birinchi bo'lib biz index.html fayl ochamiz. Keyin file.css papkasi faylni ochamiz. Hop. Bundan Shift+1 qilamizda enter bosamiz. Bu yerdan link orqali start CSSni ulaymiz. Keyin uni brauzerda ochamiz. Mana ochildi, hali hech narsa yo'q. Endi boshlaymiz. Onni o'tiramiz. Hop. Hop, birinchi bo'lib navbar qilishimiz kerak bo'ladi. Hop, keyin hero qismini qilamiz. Birinchi mana shu logoni olishimiz kerak bo'ladi. Hop, mana shularda eksport qilsak bo'ladi buni. PNG formatda JPG va SVG qilsak bo'ladi. PNG qilib olamiz biz. Hop. Mana shu yerdan export nomini bosamiz. Keyin mana bu yerda ochildi endi. Buni ochib olamiz. Ctrl+C qilib qilamiz. Keyin bu yerdan image deb yozamiz. Papka ochib olamiz, ichiga tashlaymiz. Mana endi tushdi mana. Hop. Keyin bularni qilamiz. Keyin bu rasmni ham olamiz.
tashlaymiz. Mana tushdi. To'xtanglar. Bunaqa bilan tushib qoldi, rasm tekstlar bilan matnlar bilan tushib qoldi. Hop, endi bu yerdan opiladimikan? Endi boshdan qilib ko'raylikchi. Yo'q, baribir bo'lmadi. Kelamaydan rasm qidiramiz emasam. Bu yerdan city deb yozib qo'yamiz. Hop, masalan, rasmni olaylikchi. Internet jinisi ekan. Hop, mishani o'ng tugmasini bosib turib, bu yerdan copy image deb bosamiz. Hop, keyin bu yerga tashlaymiz. Buni endi bu kerak emas, o'chirib tashlayveramiz. Endi bunisini nomini hero qilib qo'yamiz. Bunga esa logo qilamiz. Taqiqlash uchun F2 ni bosish kerak bo'ladi. Ustiga bosib turib F2 ni bosish kerak. Keyin metlardan endi tasvirni olamiz, ya'ni qolganlarini. Bu yerdan bunisini ham eksport qilamiz. Mana tushdi endi bunisi ham. Endi tasvirotni rasmi yo'qmikan? Hop. Bu ham eksport bo'ldi. Bu ham tushdi, endi bunisini olamiz. Hop. Tashladik. Endi bunisini olamiz. Endi bunisi Hop, endi bu yerdan eksport qilamiz. Hop, mana endi bularni ham oldik. Endi kod yozishni boshlaymiz. Hop. Setini o'chirib turamiz. Bularni ham o'chiramiz. Hop, tepada hop boshlaymiz. Emasam
bitta div tagini ochamiz-da, buni ichiga yozamiz qolganlarini ham. Ya'ni umumiy hamma ma'lumot shu div ichida bo'ladi birinchi. Xo'p, keyin nav deb yozamiz. Nav endi keyin ichiga image deymiz. Bu logo uchun. Keyin bunga buldutchiga lidan ko'paytiramiz. 5 ta ekan. Mana yozib oldik. Xo'p, endi boshlaymiz. Image'ga uni yozamiz haligidan. Keyin yoniga bitta H1 yozishimiz kerak. H1 ga xo'p The Box edi nomi. Mana chiqdi endi. Hop, rasmga image ichidan logoni olamiz. Ko'rgan bo'lsak endi chiqdi. Keyin shuni bitta div ichiga olamiz. Hop. Bular ichiga yozib chiqamiz. Birinchisiga home qilamiz. Ikkinchisiga about us. Hop. Uchinchisiga project. To'rtinchisiga service. Hop, oxirgisiga contact us. Hop, mana endi tayyor bunisi. Ko'rgan bo'lsak hammasi chiqdi. Mana navbariga tegishli joy. Hop, endi nima qilamiz? Hop, start CSS kiramizda. Bu yerdan yozamizki, birinchi hop navni yozamiz. Navni hammasiga beraveramiz. Bunga display flex beramiz. Ko'rgan bo'lsak hammasi bitta chiziqqa turib qoldi. Hop. Keyin bitta div bo'layotgan bo'lsa, bunga class berib qo'yamiz. Bunga logo deymiz. Hop, bunga nuqta qilamizda logo yozib turib, bunga ham display flex beramiz. Rasm sal kichikroq qilish kerak ekan. Keyin bunga logo deymizda, bunga class berib turib, to'xtanglar. Bunisi hammasi yaxshi. Bu yerdan width bilan height to'g'rilab qo'yamiz. Width'ga 30 piksel beramiz, height'ga 30 piksel. Mana kichkinaroq bo'ldi. Eligidan ham beraveramiz yoki. Hop, mana chiqdi. Hop, bular ichiga endi margin beramiz. Shu 5 piksel beramiz. Keyin ichiga gap beramiz. 10 piksel. Mana orasi ochildi endi. To'g'ri tushunyapti bir-biriga. Hop, logoni ichidagi hozir qilamiz, nuqta qilamizda logoni ichidagi H1 ga yozamizki, rangi ko'k ekan.
colorga value qilamiz-da, keyin bunisiga font family'ni o'zgartiramiz. Unga mana shunday qilamiz. Chunki o'xshamadi, to'qroq ko'k shekilli. Yo'q, bo'lmadi. Xo'p, mana shunisi ham bo'lsa kerak menimcha. Xo'p, navbar ichidagi ikki yozamiz. Nuqta qilamizda, yo'q, nav qilamizda, ikki ichidagi ul qilamiz. Xo'p, bunga pas ochib yozamizki, xo'p, bu ham display flex bo'lsin, ya'ni ichig'ida bo'lsa hammasi. Xo'p, mana ichiqqa bo'ldi. Bunga gap beramiz. Hop, 20 piksel beramiz. Hop, bularni sal ko'proq shekilli. Keling, shuni lin ichida bas. Pin ichida qilamizmi? O'chiramiz. Bunisiga video yozamiz. Endi to'g'rilandi, yaxshiroq bo'ldi. Hop, bularga color rang beramiz. Colorga aytib turasiz. Font family beramiz. Font family'ga shuni beramiz. Mana sal chiroyliroq bo'ldi endi. Bunga mana mishga borgan uchun chansi bo'lmayapti-ku, oddiy narsa bo'lyapti. Shuni qo'lcha chiqadigan qilamiz. Bunga kursor pointer deb bosishimiz kerak. Endi olib borsak, hop, bu bittaga borganimga deb. Hop, o'rlisidagi P ga qilsakchi. To'xtanglar, shuni olamiz-da. Kursor pointerni. Hop, shuni tagidan nav qilamiz-da. O'lgichidagi P'lar bunaqa chiqsin deymiz. Endi ko'ramiz. Endi ko'rgan bo'lsak, hammasi joyida yaxshi ishlayapti. Xo'p, endi buni bu tarafga jo'natish kerak. Hop, navga yozamizki, specific content specify qilamiz. Ko'rgan bo'lsak, bular burchakiga bular oxiriga borib qoldi. Hop, buni endi sal qaytarsak bo'ladi. Bu bas, mayli. Hop. Masalan, buni li bo'lgan bo'lsa, margin right qilamiz. Ya'ni bitta margin right 40 piksel. Ko'rgan bo'lsak, sal orqaga surildi. Mana endi bu ancha yaxshi bo'ldi shekilli, adashmasam. Hop, bularni ham to'g'rilash kerak endi. Hop.
Hop, bitta logo bo'layotgan bo'lsa, logoni to'g'irlash kerak. Hop, birinchi bitta rasmni to'g'irlaymiz birinchi. Hop, 20 qilsak nima bo'lar ekan? 20 qilsak o'ta kichkina bo'lar ekan. Yo, buni -2 qilgan yaxshimikan? Hop, menimcha shunaqa bo'lgan yaxshiroq. Hop, endi hop, yozamizki, nuqta qilamizda logoni ichidagi image'dagi hop, hop, margin top qilamiz, 5 piksel qilamiz. Mana endi tushirdik buni. Shu videosini sal uzoqroq, yo'q, haykni zo'roq qilsak bo'larkan. Mana endi shunaqa bo'lsa yaxshiroq adashmasam. Hop, margin topni endi 20 qilsak, endi yaxshiroq bo'ldi. Hop, endi logoni sal suramiz. Margin left 40 piksel. Bunda sal ko'proq ekan, shunga 80 piksel qilamiz. Hop, mana endi ancha yaxshi bo'lishi kerak adashmasam. Hop, bularga ham, logoga ham kursor pointer berib qo'yamiz. Hop, keyin mana shu qo'l borganda bunga, navbarga borganda chiziq deyman, rangi o'zgaradigan qilamiz. Mana default sariq rang qilib qo'yamiz. Hop, birinchi nima qilamiz? Mana shuni olamizda, mana shuni shunday ko'paytirib turib, Ctrl C qilib turib, Ctrl V qilamizda, P turgan bo'layotgan bo'lsa, xo'sh, 2 nuqta qilamizda, 2 over qilamiz. Cursor pointer olib tashlaymiz. Hop, bekka yo'q, color deymiz, bekka yellow deymiz. Rangini sal hop, mana ko'rgan bo'lsak, endi mishga borganda o'sha matnlarga rang o'zgaryapti. Hop, buni endi animatsiyali qilsak bo'ladi, ya'ni qancha vaqtda bo'ladi to'liq. Bitta transition qilamizda 0.4 soniya. Ya'ni yumshoq qo'yamiz. Ko'rgan bo'lsak, mana endi ancha yaxshi bo'ldi. Menimcha bu juda sekin, shuning uchun 0.3 qilamiz. Hop, endi adashmasam ancha yaxshi bo'ldi. Hop, endi bag'ini qilamiz qolgan joyini. Hop, mana shu yerdan shunday olamiz, mana shuni. Mayli, tursin. Mana shu yerga komment yozib qo'yamiz. Adashib yoki kodlar aralashib ketmasligi uchun, farqlay olishimiz uchun. Hop.
va buni ichiga endi navbar deb yozib qo'yamiz. Keyin buni shuni kopiya qilamizda Ctrl C qilib turib, eng tagiga tushib turib, Ctrl V qilib tashlaymiz. Endi adashib ketmaymiz kodlarimiz katta ehtimol bilan. Hop. Endi hero qismini qilamiz. Hop, bu yerda ham to'g'rilaymiz. Mana shuni Ctrl X qilamizda bu yerga. Hop, bu yerga endi navbar deymizda. Bunga finish deb yozib qo'yamiz. Tepadan Ctrl V qilib tashlaymiz. Hech qanaqa o'zgarish yo'q, faqat bu adashib ketmasligimiz uchun kerak bo'ladi. Endi bunisini qilamiz. Bu yerga oldindan yozib qo'yamiz. Bu yerga hero deymizda. Finish qilib qo'yamiz tugashiga. Hop, birinchi bu biz bu joyga rasm qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hop, bu yerga image deb yozamiz. Mana shu yerga div beramiz birinchi. To'xta qilamizda hero plus bilan asamlik bilan nuqta bilan silaring div ichida. Hop, birinchiga endi image deymiz. Hop, birinchidan h1 h1ga bu tekstlarni, matnlarni yozamiz. Bunga bir h2 3 yoki 4 qilamiz bunga. Hop, h4 pastdagi h5 pt ga qilamiz. Keyin pastga ikkita button yozib qo'yishimiz kerak. Button deymiz, kopyalayamiz ikkitaga. Hop. Endi matnlarni yozib chiqamiz. Birinchisiga building adashdim. Hop, h1 ichiga mana building deb yozamiz. Keyin things qiyinga qilamizda yoki is our mission yozib qo'yamiz. Ko'rgan bo'lsak, biz endi bu yerda to'g'ri chiziq paydo bo'lib qoldi. Shuning uchun to'g'ri qilmaymizda, bu yerdan mana shu yerdan biri tegini yozamiz. Bu biri tegi mana shu yerdan to'g'ri boradida qolgan it's your missionni pastga tagiga tushiraveradi xuddi. Ko'rgan bo'lsak, mana tushiraverdi. Hop, endi rasm qo'yamiz bu yerga. Source'ga image ichida qaysi bir ekani? Bo'ldi, hero ekan. Hop, hero png'ni qilib qo'yamiz. To'ponni ko'rgan bo'lsak, rasmimiz chiqdi. Hop, buni o'lchamini to'g'rilaymiz. Bu yerga width deymizda, bu yerga keyin width'ga hop 300 piksel qilamiz. Foizga berib ko'ramiz. Yo'q, foiz juda ko'p ekan.
Mana 100% qilsak deyarli bu joyi bo'ldi. Endi buni bir 102 qilib ko'ramiz. 102 shunday ko'p ekan. Nuqta qilamiz, 5 qilib ko'ramiz. Xo'p, hozircha shunaqa turib tursin. Endi haykni ham to'g'rilash kerak. Haykga xo'p 50% ko'ramiz. Negadir o'zgarmadi rasm kattaligi. Xo'p. Xo'p, haykga emasam 300 piksel qilib ko'ramiz. O'zgardi endi. Bir 700 bo'lsinki. Mayli 500 550 qilamiz. O'ylashimcha shu uncha yaxshi bo'lsa kerak. Yoki 580. Xo'p, endi bu rasmlar bor, bularga qolganini ham yozib chiqishimiz kerak matnlarni. Xo'p. Bitta nuqta bor bo'lgan ekan. Endi H4 ga yozamizki Creature Project. Xo'p, endi pastiga National University of qilamiz. Arxitektura qilamiz. Xo'p, keyin pastga ikkita tugmaga xo'p basic qilamiz. Keyingisiga next qilamiz. Xo'p, endi ko'rayotgan bo'lsak,